Arqamdagi magazin sotiladi. Bunaqa joy 100 yilda bir marta shunaqa joy topiladi. Juda bir qulay, zo'r joy, savdo va shu udar sentr Qamashi qishlog'ining sentri. Mavzu do'kon bilan narx bilan sizlarni tashdiraman. Sizlar obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozasizlar. Podeshkada bo'lamiz o'g'il. Bu Qamashi qishloq. Qamashi qishlog'idan kirib kelish, darvozadan katta yo'lga kirib kelasiz. Bu yoq bo'lsa sentr. Mana sentr o'zimizning chorrahamiz, Qamashi qishlog'ining chorrahasi. Va mana shu yerda eng zo'r joyda, udar joyda mana shu magazin sotiladi. Bu magazin bilan sizlarni tanishtirib o'taman va narxini ham aytib o'taman. Xullas kirib kelishi, magazinni sizlarga ko'rsataman. Kirganingizda birinchi xona, mana bu ham katta joy. Nima narsa qo'yganini sotsa bo'laveradi. Mana kirib kelganingiz bilan magazin, bu birinchi xonasi. Hamma narsa bor. Любой narsani shunday qoldirib narxini kelishsalar, hamma narsa qoladi. Muammosiz. Kondisioner albatta bor. Hamma qulaychilik bor. Bunaqa joy topishni o'zi ichma-ich mana bu xonasi bor. Undan keyin yana xonasi bor. Xullas sexi bor, hamma narsasi bor. Shunaqa magazin juda qulay, sentr joy, udar joy. Tashqi qismi Voshi katta joy, qarorchi 36 metr, adashmagan 36 metr. Bu degani bitta uy. Uydan ham past katta joy. Demak, sentr joyda, mana bu madaniyat markazi, buni ko'pchilik biladi. Mana shu joylar ham shunga qarashgan. Nechta xona bitta? Xullas, buning narxi 1 milliard 300 million so'm deb aytilyapti. Yana bizning ortimizdan kelsangiz, mana shu kanal nomidan Suhrob Qarshiyskiy Qashqadaryo 001. Eng arzoni bizda kanallar nomidan kelsangiz, o'sha kanal hurmatiga, meni hurmatimga 4 ta hurmatga nimalardir o'tkazishingiz mumkin va arzon qilib beradilar, xudo xolasa. Kelishgan holda sog' bo'lasizlar. Go.